Assalomu alaykum, hurmatli anglag'uchilar. Xayrli kunda. Yozuvchi Yasinjon Sodiqcho'g'lonning Bahodirnoma nomli romanining davomiga quloq solgaysizlar. Mirza Abubakri bir pas xiyol surib olgandan keyin hayajon bilan qo'liga qog'oz qalam oldi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Ey quyoshdek mehrlik, yuragiga sadoqat va vafoni jo qilgan oliy martabalik xoqon Sultan Yunusxon oliylardan bahodirlik martabasini elishga musharraf bo'lgan tog'am ham padarim Malayziyaning buyuk sar amri Muhammad Haydar Mirza janoblarga qudratli yegan Allohdan kech kunduz salomatlik tilayman. Shundaqla farzandlik burchimdan bino qilgan aqida gulzorligimdan sadoqat, vafo guldastalarini tizib yo'llayman. Ey qadrlik ota, kamina o'g'illari aql bobida donishmandlardan sanalmasammi, kam aqllardan ham hisoblanmayman. Chunki nemil bo'lmasin, o'zlaridek donishmandning tarbiyasiz cho'ng bo'lganman. Shunlashqa oqni qaradan, yaxshini yomondan ayirg'uchiligim bor. Har kimning dard ta'siri o'ziga oydin, o'zgaga qarang'udir. Tutunning ochiqini mo'ri biladi emasmi? Balkim sizlar kamina farzandlarini Malayziya mahkamasida yog'ning orasidagi bo'rakdek to'lma baxtiyor yashayotidi deb his qilishlari tabiiy. Men ham shundoq bo'lishini to'lma orzu qilatdim. Ayni yili Sultan Do'st Muhammadxon o'rdisidan janoblarining dargohiga panoh tatib kelganim qo'ymi yaxshi bo'lgan ekan. Shundan beri dastlab tog'liq mehrlarga, keyin otaliq mehrlarga noil bo'ldim. Sultan Yunusxon oliylari toji taxtni qo'liga olgandan keyin bizlar kim noqobil farzandlarga zo'r ishonch bog'lab, ishkila qatoridagi martabamni o'rinbosarlikqa ko'tardilar va Malayziya lashkariy divondan o'rin berdilar. Garchi ko'nglim har qachon otam rassiminim Yorkent viloyatidan tortib tursimu, yanala bu mehr shafqatlardan so'yindim. Ammo xon oliylari poytaxtni yoyloqqa ko'chirib ketgandan keyin Malayziya mahkamasidagi lashkariy divonning amri Qutlug' Palvon, qor divon amri Ma'sum Bahodir, ishqog'isi Mirza Abdusattor bek, mufattish divonning amri Ubul Hadi Dodxoh qatorliq bir qism qitug'ur pitnichi amirlar janoblarning sar amirlik martabasiga ko'z qizartib norozi bo'lishdi. Har yerda o'rin, so'rin, vaqt tanlamay Malayziya vodisi Ulusbegi Xudoydat jamiyatiga baxshanda qilinib ketdi. Shuncha ko'p xon sultonlar almashdi. Ostona nachqitim yo'tkaldi. Ammo Malayziyaning amirligi almashmadi. Ulusbegi Xudoydat jamiyatining Malayziyaga avlodma-avlod sar amir bo'lishiga nima haqqi bor ekan? Shuning tushliq istidodi, iqtidori bo'lsaydi koshki. Ular bizni azaldan amir emas, xizmatkor, mulozim qatorida ko'rib keldi. Talay qitimlab dilimizga azor berdi. Amdi yana chidab turaversak bo'lmaydi deb og'ziga kelganicha biljarlashdi. Ammo sil bu fitnalardan bexabar yuraverdilar. Hatto ul fitnachilarga mehr shafqat ko'rsatdilar. Ularni e'tiborladilar. Muhim mansab martabalarni shularga berdilar. Donishmandlar, birov aybingni aytsa xafa bo'lma, tuhmat qilsa, fitna qilsa pandiyat ayla debdikan. Men bu fitnalarga chidamadim. Chunki ular mening o'sha o'rinbosar amirlashkarlik martabamga norozi bo'lishgan, qo'tildashgan edi. Ol dil qiyiqlarning shum niyatlarini oshkorlasam ishonmasliklaridan voyim yedim. Shuning bilan dardimni ichimga yutib, hech nimani bilmagan bo'lib quloq yopirib yuraverdim. Ammo ostirdan ularning paylini, muddasini kuzatdim. 100 ming qatli shukrki, oxir ularning Yorkent amiri Mirza Yontoqbek, Xotan Amirxon Nazar Mirza, Qul Nazar Mirzalar bilan til biriktirib, sizlarga birlikda taqobil turib, xon oliylariga arz qilib, janoblarining sar amirlik martabasini bekor qilish, Malayziyadan Ulusbegi Xudoydat jamiyatining ta'sirini tozalash va ularni qo'g'lab chiqarishga urinishdek qorniyati oshkor bo'ldi. Aslida buni sizlarga ma'lum qilaymi degan edim. Ammo o'ylab baqsam, Malayziyaning Yorkent Xotandan iborat ikki katta viloyati hamda Malayziya mahkamasidagi mansablarning muhimi ularning qo'lida ekan. Bunday sharoitda sizlarning yolg'iz kelib qilishlaridan
Ularga taqabul turalmasliklaridan, hatto o'zimning tuhmat qilgan ataqqa qilib, lat bo'lib qilishimdan ansiradim. Chunki ular to'liq hiylagar ham tadbirlik edi. Birdan bir chora hech nimani bilmagan qiyofatga kirib olib, ularni bexutlashtirib, ostirdan bir-birlab yo'qotish edi. Yorkent bilan xotanni qo'limizga ilib olsaqlar, mahkamadagi ul amirlar kuchlik yulanchigidan ayrilib, oshkor qarshilik ko'rsatishga petin olmaydi. Şuna bilan Yorkent bilan xotanni elishdan iborat cho'ng xatarga o'zim yolg'iz tavakkul qildim-da, sizlardan muddaimni yo'chirib, cheriklarni riyozat shikori qildirish bahonasi bilan ijozat so'radim. Sizlarmi otaliq mehrlari bilan bu talabimni rad qilmadilar. Yorkentni jang bilan olsam, ul fitnachilarni cho'chitib qo'yatdim. Shunga soxta farmon hilasi bilan Yorkentni osonlik qo'limga oldim. Yolg'on hamon yolg'on bo'ladi ekan. Mirziyontaq bey farmonning soxtaligini osonlik bayqab oldi. Hamda sheriklarga xabar bermoqchi bo'ldi. Shuni bilan uni o'ltirib etishga majbur bo'ldim. Xotandagi og'i ini Mirzlarning sizlarga uch-qashqar sarkashlik qilayotganiga xeyli yillar bo'lgan edi. Bu ish tufayli talay qatim hasrat yutqanliklarini bilatdim. Shunga Yorkentni olgandan keyin xazinani to'plab, lashkar ko'paytirib xotanga yurish qilishga tayyorlandim. Chunki bu ishni kechiktirishga bo'lmaydi. Bo'lmasa ul og'i ini Mirzlar hozirlik ko'rib oladi. Balkim xon oliylarga arz qilib yo'limizni to'sib qo'yishim mumkin edi. Bu niyatimni tushunib xotanga lashkar tortishimga sukut qildilar va balkim yoshirincha madad berdilar. Oxiri Allohning inoyati, ota-bobolarimizning pok ruhiyatlarning madadi bilan xotanni qo'limga oldim. Qadrlik inim Ömer Mirzning ishiga kelsak, birdamlik g'azabimga hoy berolmaganimdan ko'p pushaymon qilaman. Nachora, his qilibdan chiqib bo'ldi. So'lchaqda uningga maqsad muddaimni savrchanlik bilan tushundirsammi, faqatla tanishmadi. Balkim Mirziyontaq begning o'limiga gudaklik bilan hukm chiqarib, yengiltaklik bilan yo'qolan fitnalarni dalil isbot qilmoqchi bo'ldi. Onunga og'i ini birlashib avval xotanni qo'limizga ilib olaylik. Ondan sar amir janoblarining huzuriga billa boraylik. Dalil isbotlarini so'lchaqda ko'rsatsizlar deb shuncha yilinsammi, faqat quloq solmadi. Balki meni vahshiylikda, zolimlikda ayblab qattiq haqoratladi. O'ylab baqsizlar, ini bo'lg'ichi og'i bo'lg'ichini hurmatlash aqalli fazilat emasmi? Navod u ashi yo'qolan dalil isbotlarini elib dargohlarga borsa, mahkamadagi yiliq fitnachi amirlarga dastak bo'lib beradida, hamma tirishchanligim yo'q chiqatdi. Buni ozdab kamina o'g'illarla emas, silmi xatarda qolatdilar. Ana ashi zaruriyat va g'azabning turtkisida uni adablab qo'yish hamda cho'chitib qo'yish uchun ko'zingni o'yib olaman deb davron solgan edim. Afsuski, qo'l ostimdagi aqlsiz koltipan mahramlar bu davronni rost deb tushunib, inimning ko'ziga mil tortibdi. Bu ishdan keyin xabar tepib qattiq cho'chidim ham afsuslandim. Yurak bag'rim qon bo'ldi. Yiliqi galvon mahramning kollasini oldim. Xolos kalam, aslida xotanni ilkimga olgandan keyin darhol huzurlarga berib barliq ahvollarni tushundirmoqchi, yiliqi fitnachi amirlarning qorniyatlarini oshkorlamoqchi bo'lgan edim. Ammo ishonchli kishilarimdan xabar tepishimcha, ular Yorkent xotan amirlaridek kuchli sheriklardan ayrilib qolganiga chidamay, avam orasiga Mirza Abubakr saltanatga qarshi chiqmoqchi, isyonga tayyorlik qilyapti deb fitna tarqitibdi hamda silinimi ishondiribdi. Bundaq ahvolda qandaqmi dargohlarga bora olayman? Chunki ular menga dushmandir. Qo'limda o'lgan aşı sheriklarning xun qisosini mendan olmoqchi. Shunga ular hamisha mening ahvolimni sizlarga qabihlashtirib ma'lum qiladi. Agar aşı amirlarni mahkamadan haydab chiqarsalar, atroflarini fitnachilardan tozalasalar, o'l chaqda men muxotirjam bo'lardim. Men yana sizlarning farzandlariman. Balkim qo'llari bo'lib, oyoqlarida ot eshakda xizmat qilaman. Otqan o'qlar bo'lib, ag'yorlarning yuragiga sanjilaman. Yaratgan Alloh egamdan aziz tanlarga kech kunda salomatlik tilab, otliq haqqilariga duo qilib turg'uchi noqobil farzandlari Abubakr Mirzadan deb belarlar. Mirza Abubakrning xitini topshirib olgan Muhammad Haydar Mirza qattiq cho'chib ketdi. Yo panoh, aslida ish mundaq ekanda. Eng ishongan amirlarimning eng ashaddiy
muxolifatlarim ekanligini bilmayli yuribdimi? Ular hadisli Abu Bakr Mirzani yomonlab bersa, yo'qilang dalil isbotlarni ko'rsatsa, so'zlarga ishinibdiman texi. Ularni marhum jannat makon otamning xizmatida bo'lgan, saltanat uchun nurg'un to'kpi ko'rsatgan, muhimi oti ko'ygan tadbirli kishilar deb bilib hurmatlabdiman, e'tiborlabdiman. Har doim bir dasturxonda tuz yeyapdiman. Ammo ular bo'lsa ostirdan peyimni qirqib, orqamdan xanjar urmoqchi bo'lishibdi. Bu nima degan qo'rqinchliq? Helmi yaxshi Abu Bakr Mirza yorgan Xotandagi ashaddiy raqiblarimni yo'qotibdi. Endi sukut qilib o'ltirmay, ul munofiq tuzkorlarning jajisini beray. O'g'lining xetini ko'rgan Oyjamol og'achimi ha deb Muhammad Haydar Mirzani quttiratdi. Har nim bo'lsa Tangrining ko'zi bor ekan. Avval adolatlik Alloh egam. Ondan qolsa vafodor farzandimiz bizni bu balo qazodan saqlab qopti. Nasihatimni anglab ziyon tortmaganlar mana. Yengildaklik qilgan bo'lsalar, ul riyokor amirlarning depi usloynab, ota-bola qilish tanlashib yurar ekanlar. Ishonchim bor edi. Abu Bakr Mirza sizlarga hargiz vafosizlik qilmaydi. Endi qarab o'ltirmisizlar. Yilonni chaqirtib qo'yningga solsang, hamon yilon tabiatini oshkorlaydi. Sana nashtar urdi deydigan gap bor. O yilon masallik amirlarning ishini kechiktirmay bir taraf qilsalar. Ajdodlarining to'hfa shon sharaflarini, xon sultonlarga sadoqatmanlik bilan qilgan xizmatlarini to'liq qadrlaydigan Muhammad Haydar Mirza o'gay o'g'li Mirza Abu Bakrning yorgan xotin amirlarini o'ldirib, ikki viloyatni qo'liga olganligini saltanatga ko'rsatgan katta to'hfa sadoqatmanlik deb hisobladi hamda ajdodlarining yuziga qora surtilmaganligidan bakli xush bo'ldi. U Mirza Abu Bakr xetida tilga olgan lashkariy divonning amri Qutlug' Polvon, qora divon amri Ma'sum Bahodir, ishqog'isi Mirza Abdusattor bey, mufattish divonning amri Ubulodi Dodxoh qatorliq amirlarga ular bilan yaqin o'tadigan 6 o'rinbosar amir sarkarlarni qo'shib, Sulton Yunusxon bergan imtiyoz bo'yicha hammasini mansibdan ilib tashladi. Ondan barliq mol-mulklarni musodara qilib, Qashqardan qovlab chiqadi. Shu topda u Mirza Abu Bakrning domiga tushib, o'ziga kuchlik yo'lanchuk bo'lgan iqtidorliq, sadoqatman amirlardan ayrilib qolganligini xayolig'iga keltirmaydi. Ular lashkariy ishlarga pishqan, bir qo'shinga bemalol boshchilik qilib jang qila oladigan tajribalik, mo'tabar amirlardan edi. Muhammad Haydar Mirza Manglazo'r mahkamasini dushmanlardan butunlay tozalab, Mirza Abu Bakrning oldiga salomga kelishini kutib o'tirgan vaqtda bir parcha xat bilan Manglazo'r divonidagi qobiliyatli amir sarkarlarni yo'qotishga muvaffaq bo'lgan Mirza Abu Bakrning asli qiyofatini oshkorlab, Qashqarni mudofaa qilishga muhim o'tgan Yangisar qal'asiga lashkar tortib kelganlik xabarini angladi. Nima deding? Mirza Abu Bakr Yangisar qal'asiga hujum qildi. Muhammad Haydar Mirza bu kutilmagan xabardan qattiq cho'chib ketdi. Ko'zlari g'azabdan chekchaydi. Qo'rqib, tugilib ketgan Yangisar begining xabarchisi duduqlab javob berdi. Shundoq, Sar amir janoblari, Yangisar qal'asi hozir Qo'rshovda. Shundoq, Sar amir janoblari, Yangisar qal'asi hozir Qo'rshovda. Mirza Abdulbasit bey o'zlarining yordam so'raydi. Hamdamchi lashkarlar tezroq bo'lmasa, Yangisar qal'asi qo'ldan ketishi mumkin. Xabarchi qo'lidan oltin o'tig'atni elib ko'rsatdi. Mana bu Mirza Abdulbasit beyning mansab o'tig'ati. Ma'lumot yozishga ulgurmaymish o'tig'atni bergan edi. Sar amir janoblari o'tig'atni ko'rsa, darhol tadbir qo'llandi degan edi. Muhammad Haydar Mirza lostida bo'shab ketdi. Beshi pirrida qayib, ko'z oldi daqiqa qorong'ulashdi. Bu nemish? Har qancha bo'lsa-mu, Yangisar begi Mirza Abdulbasit beymi saltanatga qarshi chiqmagandi. Agar shundoq bo'lgan taqdirda Abu Bakr Mirzaning lashkar tortib kelishining hojati yo'q edi. Oldilariga salomga boraman, xizmatlarda bo'laman deb xat avatib qo'yib,
Yeң sargı lashkar topqini nemisi? Abdulbasit bek riyokorlik qilmoqchi bo'lgan taqdirdimi? Uni adablashga qurbim yetadi. Undaqda Abdulbasit bek nemisga mendan yordam so'raydi. Yo'q, u hargiz riyokorlik qilmaydi. Balkim Abu Bakr Mirzoning niyati boshqadir. Men uningga ziyoda ishinib ketdimmi nima? Mayli, avval yeң sargı lashkar mandiray. Qaysisining ko'ngli olib bo'lmasin, aman oshkora bo'ladi. Eng yaxshisi o'zim lashkar tatqinim tuzukdan qiladi. Yeң sargı basam Abu Bakr Mirzo bilanmi, ol yeң sarbegi bilanmi ko'rsalayman. Bu qitim oraga boshqa birini qistirmay. Muhammad Haydar Mirzo shu kunila yeң sargı lashkar tatdi. U yeң sargı yetib kelganida tog'isi bilan jang qilib yengi bilishga ishonch qila olmagan Mirzo Abu Bakri allaqachon Yorkentga qarab chekingan edi. Bu qandoq gap janobi bek? Dedi Mirzo Abu Bakrdan yuzma-yuz turib yeң sargı lashkar tatishning sababini so'rayanmag'iniga jili bo'lgan Muhammad Haydar Mirzo. Mirzo Abdulbasit bekka do'q qilib, aslida Abu Bakr Mirzo dargohimizga salomga kelmoqchi edi. Sizlar avam arasida paydo bo'lgan fitnalarga ishinib, uning o'tar yo'lini to'sib oldimi yo? Sar amir janoblarga ma'lum bo'lg'ay. Undaq qilish qaddimiz emas. Dedi Mirzo Abdulbasit bey sur bosgan holda tushuncha berib. Yorkentdan behisob lashkar kelayotganligidan Chamadongning begi ma'lumot bergan edi. Chamadong hozirgi Yangsar noyisiga tava Qizil yezisi deb izohatdi. Ahvolni bilib kelishga chaparman mangdirdim. Hamda Mirzo Abu Bakr janoblarining lashkar boshlab kelayotganligidan xabar topdim. Shuni bilan istiqboliga chiqib orduqcha berishga tayyorlanib turgan edim. O'ylimga yerda Mirzo Abu Bakr janoblari bergan salomimizni ilik olmayla Yangsar qal'asini darhol topshirib berishimizni talab qildi. O'zlariga ma'lumlik Yangsar qal'asi Qashqarni mudofaa qilishga muhim o'tgan. Bu muhim vazifani obdan bilgachga Sar amirning farmoni bo'lmasa qal'an topshirmaydiganligini bildirdim. Shuning bilan Mirzo Abu Bakr janoblari bizga qarab ot soldi. Ishning chatoqligini pamlab qal'aga chekinib kirib oldik. Qo'qlan taqab qarshilik ko'rsatdik. Ondan ma'lumot yetkazish uchun dargohlarga chaparman mang'uzdik. Qal'aning sepillari mustahkam bo'lg'achqa ular bir kecha hujum qilib qal'ani ola olmadi. Bugun hazratlarining lashkar tatib kelayotganligidan xabar topgan chig'i qamalni bo'shtib chekinib ketdi. Muhammad Haydar Mirzo nima deyishni bilolmay turib qoldi. Ichi-ichidan o'rlayotgan bir g'azab uning butkul vujudini o'rtab-o'tdi. Aros, dedi Mirzo Abdulbasit bey qo'ynidan bir poch xatni ilib. Mana bu xatni Mirzo Abu Bakr janoblari lashkar chekindirgan vaqtida yo o'qib bog'lab etib bizga yetkazib berdi. Qarasam xat sizga yozilgan ekan, echib o'qishga petin olmadim. Muhammad Haydar Mirzo oldirab xatni qo'liga oldi. Bismillahirrohmanirrohim. Mavlay Suyar amri Muhammad Haydar Mirzoga yetib ma'lum bo'lgayki, men kim Mirzo Abu Bakrning amdi hech kishiga hojatim qolmadi. O'zimga o'zim xonman. Meni har qanday bir kishi o'ziga navkar hisoblasa, farmon bardorchilik qilish majburlayman desa, xatolashgan bo'ladi. Yorkentni o'zimga ostona qilib mustaqil saltanat tikladim. Bu ishimni riyokorlikqa, sadoqatsizlikka jo'risila o'zlarining ishi. Ne vaqtgacha to'g'liq Temirning avlodiga farmon bardorchilik qilib yashag'dakmiz? Bizmi xon sulton bo'lib, shahona xil'atlarni kiyib, oltin tojlarni taqab, saltanat taxtida o'ltirsak bo'laveradi. Ey janobi tog'oy buzruk, qo'llarini silkivassizlar. Aslida bu niyatga sizlar xeyli burilib kelishlari, iqtidorsiz badqiliq sulton do'st Muhammad xonga sadoqat ko'rsatmay, uning o'rniga o'zlari toj kiyib, taxtda o'ltirishlari kerak edi. Bundaq imkoniyatlar ilgari ulug' bobam Ulug'bek Xudoydat hazratlariga, bobam Amir Saydali olib hazratlariga nasib bo'lgan ekan. Lekin ular quruq sadoqat ko'rsatib, bundaq katta ishga niyat bog'lay olmadi. Men buni fazilat, sadoqat hisoblamayman.
Sil bolsa ahmaqlıqni voyaga yetkizib, Sultan Do'st Muhammadxon o'lgandan keyin nalada lamakan bo'lib yurgan Xonzod Yunusxonni taklif qilib kelib, beshiga toj kiydirib, taxtda o'ltirg'izdilar. Buni o'ylasam, elimi ichim achchiq to'ladi. Xudoga shukrkim, men puttasab turg'idek ziminga erishib, uzundan beri orzuyimni amalga oshirdim. Hozir ilkimda zimin, buyruqimda lashkar bor. Mahkamadagi raqiblarimni o'z qo'llari bilan haydab chiqarib meni xotirjam qilib qo'ydilar. Hozir ilkillarida nurg'un lashkar bo'lsa-mu, ularni boshlab mong'udek sarkarlar yo'q. Xuddi peye yo'ndalgan burkutga o'xshab qoldilar. Bu navbat onamning nikohlarida ekanligini, shundaqli ilgirki tog'liq mehr shafqatlarini nazarda tutib, silini oyab qo'ydim. Yana bir navbat hargiz undaq bo'lmaydi. Eng yaxshisi, Sultan Yunusxon saltanatiga bo'lgan sadoqatlaridan voz kechib, Qashqarni menga berib atsizlar. Hamda padari buzruk bo'lib, kamina o'g'illarining xonlik saltanatiga rahnamo bo'lsinlar. Mo'g'lay suyardagi barcha bek avomni toj taxtim ostiga jami qilishga kuch chiqarsinlar. Buning badaliga o'zlariga ham ikki amirzodlarga omonlik berman. Balkim ul amirzodlar cho'ng bo'lganda ularga xohlagan viloyatning amirligini berarman. Taklifimni oqilonlik bilan o'ylashib ko'rgaylar. Sizlar bilan bir mezgil tog'ijiyan, ota-bola bo'lib o'tgan kunlarni hali ham qadrlayman. Buyuk Sultan Mirza Abubakr oliylardan deb bilirlar. Tuzkor badrak. Muhammad Haydar Mirzaning maktub tutgan qo'llari titrab, tishlari g'uchirlab ketdi. Oh, Darixa. Oshu sadoqat men amirlarimning gapiga kirmay, ol heligar badrakning damiga tushibdi men emasmi? Texi ol amirlarni nobud qilganimni ko'mamdigan. Ularni qoidin izlab topqili bo'lar endi. Ahvolni Sultan Yunusxon oliylarga darhol ma'lum qilay. Jamoatimizning yuz obro'yini bu ishni yo'shiraversam, oqibatini yig'ishtirmoqim tasga to'xtaydigan o'xshaydi. Muhammad Haydar Mirza ming lashkar bilan ikki sarkardini Yengsar qal'asida qoldirib, Mirza Abdulbasit bekka qal'ani qattiq saqlashni topilib, o'zi qolgan sarkard lashkarlarni elib Qashqarga qarab yurib ketdi. U yo'l bo'yi to'xtamay ufta topdi. Bu yil qishni Andijonga berib, kuyog'li Umar Sayx Mirzaning ordisida o'tkazishni ko'ngliga bukib, safar tayyorligi qilayotgan Sulton Yunusxon Muhammad Haydar Mirza avatgan jiddiy ma'lumotni ko'rib, qattiq cho'chib ketdi. Andijonga beraverish yoki darhol Mo'g'laysherga qaytish ishida bir qarorga kelolmay o'ylanib qoldi. Mo'g'laysherga yolg'iz borganimning foydasi yo'q. Lashkar tortib mansam tez yurgili bo'lmaydi. Ili vodisidan Oqsuv berib bo'g'cha qattiq sovuq tushib ketishi mumkin. Lashkarlarni qora qishda jangi sog'andan solmagan tuzuk. Balkim Mirza Abubakr tog'isiga botnab, o'zini chog'layolmay ashundaq ishlarni qilib qolgandi. Har qancha bo'lsa saltanatga osiylik qilmas. Ne sababki Muhammad Haydar Mirza ul jiyanini bakli yomonlab ketibdi. Go'yo hozirli mening taxt saltanatim tortib oldigandek iztirobga tushibdi. Ma'qul. Abubakr Mirzaning haqiqatan ashundaq niyati bormi deyli? Lekin Yorkent bilan Xotanga tayinib qanchalik ish tavartalaydi. Buning uchun lashkar, xazina, oziq-tulik, qurol-yarog' bo'lish kerak. Texi ol ikki viloyatdagi bayto'rlarning avam ra'yatning qo'llashiga erishish kerak. Uning ha deganda avamning agishishi mumkin emas. Yorkent Xotanni heli bilan og'ini uning tali. Endi bunda xelisi amalga oshmaydi. Ochiq-oshkora jang qilib kichikkina Yengsar qal'asini ololmabdi ayna. Balkim Muhammad Haydar Mirza Abubakr Mirzaning damiga tushib, bir qism amirlarni mahkamadan qo'g'lab chiqarganlik uchun ashundaq vahimaga tushib qolgan bo'lishi mumkin. Bo'lmasa, Mo'g'laysher lashkari divondimi, bir tumandan ortiq sarxil lashkar bor. Buni oz ko'rsa, Oqsuv, Kucha,
pushtiki sarkarlashganlarni Qashqarga yetkisi bo'ladi. Balkim u o'gay o'g'lining saltanat qilgan riyosida xijil bo'lib, bir qism ishlarni ziyoda ko'ptirib etgan bo'lishi mumkin. Shunlashqa kutilmagan yomon oqibatning yuz berib kelishini ansirab, mening lashkar tortib kelishimni orzu qilgandi. Bepoyon Manglaysher vodisini uningga ishinib topshirgan ekanman. Sadoqatidan qilchilik gumonlanmayman. Mirzo Abobakrning qilgan riyokorligi o'ziga, yilg'u o'gay o'g'li jiyan ekan, o'z pushtidan tomgan farzandi bo'lgan taqdirda sar amirni ayblasam bo'lmaydi. Balkim oyjamalog'ichim qarab turmas, o'z o'g'li bo'lgandan keyin nasihat qilar. Qaysi bir farzand onasining nasihatini anglamaydi? Mirzo Abobakr onasini deb bo'lsa, onasini debmi bo'lsa, qaylidan yenish mumkin. Sultan Yunusxon Mirzo Abobakrga sal qaradi. So'g'uqda lashkar tortishga qiziqmadi. Kuyovi Umar Sayx Mirzoga bu yil qishni Andijonda o'tkazishga va'da berib qo'ygan edi. Shu topda kuyovi bilan suyimli qizi Qutlug' Nigor xonim uning yo'liga qarab o'tdi. Qizni yotliq qilgan 4-5 yildan beri Sultan Yunusxon bilan Umar Sayx Mirzoning munosabati bakmi qo'yiqlashib ketgan edi. Qanday qilsam bo'lar? Lashkar avatmisam Muhammad Agar Mirzoning ruhi tushib ketishi, umidsizlanishi mumkin. Hozir uning endi lashkariy ishlarda aqldorlik qilgudek, tadbir ko'rsatgudek amir sarkarning tayini qilmabdi. O'shunday vaqtda Mirzo Abobakr yana lashkar tortib kelib qolsa, taqobil tura olmasligi, yolg'izlik tortib qelishi, hatto kutilmagan ahvol yuz berib qattiq pushaymon qilgan ish chiqib qelishi mumkin. Ammo bu qora qishda lashkar mangdirsa, jafo tortqizgan tushliq ish bo'lmaydi. Soğukta erib charchagan lashkarlarning jangi yorishi notayin. Yoki bo'lmasa qobil sarkardadan birasini avassam ekan. Sultan Yunusxon bu xiyolidan boshqacha jonlanib ketdi. Shunday qilay. Lashkar emas, sarkarda avatay. Lashkar degan mollar shu yerda bor. Qobil sarkarda tuman kishi lashkardan bakrak sar amirga madad bo'ladi. Ko'nglini tindirdi. Sar amir men bilan kori bo'lmadi deb ranjimaydi. Amir sarkarlardan kimni avassa muvofiq bo'larkan. Eng yaxshisi qobil sarkarlardan birini tanlay. U amir sarkarlarni bir ko'z oldiga keltirdi. Amir Abdulquddusbekni avassam qanday bo'lar? Sultan Yunusxon bu xiyolidan tezli yotdi. Yo'q, uni avassam bo'lmaydi. U o'ziga texnik kibr paydo qilib oladi. Aslida Qashqarga avatishga Amir Abdulquddusbek muvofiq keladi. Sultan Yunusxon har qancha boshqa turibmi, uningdan muvofiq kelgan odamni ko'z oldiga keltirolmadi. Lekin Mirzo Abobakrdek saltanat osiysiga jazo yurish qilgan qo'shinga uni amr qilishga ko'ngli tortmayotdi. Toshkent amir Shayx Jamoliddin Xarni o'ldirib, o'zini tutqunlikdan qutuldirgan Amir Abdulquddusbekka Sultan Yunusxon ko'p iltifotlarni ko'rsatib, o'rdining lashkariy huquqini topshirgan, ko'nglini yaqin tutgan edi. Har qanday cho'ng-kichik ishlarni uning maslahatiga solatdi. Biroq Amir Abdulquddusbek yuqori martabaga erishib, e'tiborlangandan keyin bakmi mag'rurlanib ketdi. Boshqa amirlarga kibr ko'rsatadigan, hech kimni ko'zga ilmaydigan, ishlarni Yunusxondan beso'roq qiladigan, haddidan eshib Sulton Yunusxonning oldiga otdan tushmay keladigan, qishig'i ijozat so'ramay kiradigan bo'lib oldi. Uningdan norozi bo'lgan amirlar Sulton Yunusxonga bir necha qitim arz shikoyat qilishdi. Uning bu haqavurligini, o'rda yusunlarni ko'zga ilmayotganligini Sulton Yunusxon sezgan va uningda ranjigan bo'lsa-mu, ammo amirlarning shikoyatiga sukut qilgan edi. Lekin buningdan 2 hafta avval Amir Abdulquddusbek shoh chedirga qurol yaroqlari bilan kirib keldi. Sulton Yunusxon hech kimga bunday imtiyoz bermagan edi. Xonning qishig'i qurol esib kirish kolla ketadigan og'ir gunoh edi. Uning shuncha amirlarning oldida qilgan bu qiliqidan Sulton Yunusxon qattiq g'azablandi.
Qilchilik yüz xatır qilmayla nökerlerge buyurup Əmir Abdülqudus bəyinin yeniği esivagan qilish xanjarlarini olğuzub etdi. Ondan onun neçə vaqtdan beri qılğan edepsizliklerini bir yüzüge salgandan keyin Şahçıdardan qoğlap çıqırıb etdi. Qattiq cho'chib ketgan Əmir Abdülqudus vahima ilkida Şahçıdarga kirolmay yuretdi. Muçularni xiyolidan o'tkazgan Sultan Yunusxon ulug' kichik tindi. İnsan degan xamstamgan banda, azmas Allah deb degan. Uni ziyoda e'tiborlab ketganligim uchun vujudida ashundoq kibr paydo bo'lgan bo'ldi. Bu tarafini hisoblanmaganda tadbirlik odam ekan. Osh kuni shuncha amirlarning oldida tanbeh bermay, ayrim o'ltirib qilmish etmishlarini yuziga solsam, chiroyliqcha nasihat qilsam bo'pti ekan. Mana shu urkib ketgancha o'zini qochirib daldığı elip yaradı. Çandırmay ilgirgidek dergahimga kirib çıkıp yürgen bolsa, bu müşkül vazifeni ona tapşırar edim. Ras, dergahimga salama kirmisimin sürüşçisini kılmaptı ne. Adapliginin bilen mertebesini elip etmegendim o. Şuna dergahimga kiriştin namus kılıptı. Emdilikte yenimga çakırtıp bu vazifeni yüklisem, xon alileri çoğun sözlegen bilen 5 yıl gün düşkende yeni meni gadı kaptı o dep texmi kerilip ketmezmi? Lekin bundaq yürüyüversim yaxşı emas. O menden təşvislenip vahimi yep, men onundan batnap yürsem, ümitsizlenip dergahimden ketip qilishim mumkin. Men degen bir elning xaqani. Qol astımdakilarni törpü kösetse mukapatlash, günah ötküzse jazalash, adaplash imtiyozim var. Lekin ular menden xolagancha yiroqlashalgani bilan, xolagancha yaqinlasholmaydi. Bo'libmi onunday qattiq tanbeh eganlar. Bo'ptila, onun fursat bering. Kimdi sirtqa chiqmay sharob icharmish, boshqalarga xon oliylar qarg'udek yuzim qolmadi deb zorilnarmish. Mushu bahonada Mo'g'loy sergi berib Mirzo Abubakirni jazolab, yorgan xotanni tortib elib to'p ko'rsatsa, ko'nglidagi vahima tashvishlar tarqab, ruhiy holati tuzilib qoladi. Mag'rurlik, kibrlikdan saqlanadi. Shundoq qilay. Bunun bilen bir çalmadı çıkpaqdagini soqqidagini. Sultan Yunusxon Əmir Abdülqudus bəyni yeniği chaqirdi. Assalomu alaykum. Adolat panahimga ehtirom bo'g'ay. Dedi turlik vahima tashvish bilan kirgan Əmir Abdülqudus bəy beshin akkinicha salom berib. Sultan Yunusxon salomni xushxo'ylik bilan ilik oldi. Onunga iltifot ko'rsatib yenida o'ltirishga buyurdi. Ahval mana mushundaq. Dedi Sultan Yunusxon onunga Malayziyada yuz bergan islomni qisqacha so'zlab bergandan keyin. Silini Mirzo Abubakir jazo yurish qilg'uchi qo'shinning amir lashkarligiga tayin qildi. Sar amir Muhammad Haydar Mirzoga hamdam bo'lib, ul asini jazolab, el yurtni amin topturg'aydi. Qibligahimning kamini mulozimiga ishonganiga ming martam tasanma. Cho'qim umidlarini oqlayman. Navoda bu vazifaning uddasidan chiqolmasam, oldilarga hargiz kelmayman. Basla, sizlarga qudratli egamdan nusrat tilayman, dedi Sultan Yunusxon. Yangsar, oppoq qardan libos kiygan dal-daraxtlar oq yaktaklik mo'yizbitlardek so'ylaklik ko'rinadi. Kangri dolani yopgan qor bo'lsa, ustiga noz-ne'matlarning tizilishini kutib turgan oq dastonga o'xshab qolgan edi. Vil-vil kulib turgan qish quyoshi tapdiyuq nurini oymay to'kib, bu oqchilikni texmi jazibdor tusga kirgizgan edi. Ammo kangri doliga silingan bu oq dastonning ustiga esil noz-ne'matlar emas, bir-birining beshini kesib, qinini to'kishga tayyor turgan tumanlagan lashkarlar ikki saf bo'lib tizilgan edi. Ular bir-biriga hayva ko'zitib nar tortishyapti, suran selishyapti, otlar kishnaydi. Yalang'ochlangan qilichlarning bisi, nayzlarning uchi mudhish bir fojiadan shabi berib, sovuq valildaydi.
Sultan Yunusxonning yorliqini ilib Qashqarga tez suratda yetib kelgan Amir Abdulqudus bey Sar Amir Muhammad Haydar Mirza bilan qisqali maslahat qilishgandan keyin Qashqar Yangsordagi lashkarlarni birlashtirib, jazo yurish qilg'uchi qo'shinni tashkillab bo'lguncha qishda Yangsor qal'asini ishg'ol qilib, yozda Qashqarni elishni xomxayol qilgan Mirza Abubakirmi xillangan 5000 otliq lashkari bilan yetib kelgan edi. Mirza Abubakirning lashkarlarining sonining ozligini ko'rgan Amir Abdulqudus bey doliga patmay sap tuzgan bir tumandan ortiq lashkarlarga qarab mag'rur kulimsirdi. Mirza Abubakir meni yo'l azobi tatib qolmasin degan o'xshaydi. Bir lujum bilan Alloh to'g'risini chiqarib etmasam hisob emas. Shafqatli Alloh egam menga yana 10 ko'zi bilan qaragan o'xshaydi. Qo'ldim berib qo'ygan yuz obro'yimni, shon sharpimni yana tiklib oladigan bo'ldim. Qaraslar hazratim, Mirza Abubakir o'sha 5000 lashkari bilan muqobilimizga chiqaman deb o'ylayotganmidi yoki yana hamdamchi lashkarlari bormidi? Dedi u yenetki Muhammad Haydar Mirzaga qarab. Ayg'oqchilar yovning hamdamchilariga o'qigan deb ma'lumot berishdi. Dedi Yangsor amiri Mirza Abdulbasit bey. Lekin ul 5000 lashkarni misal chog'lig'ili bo'lmaydi. Abubakir Mirzaning yelisi to'la, ehtiyot qilmoq kerak, dedi Muhammad Haydar Mirza. Sar amir bu o'gay o'g'ildan qattiq cho'chib ketgan o'xshaydi. Demisimi uning damiga oz tushmadi-da. Lekin uning yelisi yorgan xotin amirlarga hamda buni o'gay otasiga ishligini bilan menga ishlamaydi. Kichikimdan boshlab nurg'un jang tadbirlarini o'rgangan, jangnomalarni o'qigan, har janglarni ko'rgan, pishqan sarkarlar bilan elishib ko'rganman. Uning ustiga 3 barobar lashkarim bor. Amir Abdulqudus bey xiyolini yig'ishtirib, meyiqida kulimsirdi. To'g'ri aytdilar Sar amir. Ehtiyot qilmay bo'lmaydi. Agar ko'ngillarga xo'p kelsa, sizlar orqa safni himoya qilsizlar. Sarkarda Oltin Soqol Mirza Javang'or qo'shiniga bosh bo'lsin. Mirza Abdulbasit bey Barang'or qo'shiniga bosh bo'lsin. Kaminlar turshavullik qilay. O'tganda o'qib o'tgan to'q izohatlarni shunda xusumyan bir o'qiydi. Javang'or o'ng qanot, Barang'or so'l qanot, turshavul hujum qilg'usi, qalb markaz bu yerda safning o'ttirisi ko'zda tutiladi deb izohatladi. Turshavullikni Peqirga topshirsizlar, dedi Oltin Soqol Mirza. Sar amir janoblari himoya tutursa mayli, ammo sizlar qalb tutursizlar yaxshi bo'larmikin deyman. Chunki qalb tutursizlar jang vaziyatiga qarab tadbir tuzishlarga foydali. Oltin Soqol Mirzaning taklifi o'rinliqda qiladi, dedi Muhammad Haydar Mirza. Abdulqudus bey Oltin Soqol Mirzaning taklifining to'g'riligini bilib tursimi, jazo yurish qilg'uchi qo'shinning amir lashkarlik martabasini past qilg'isi kelib, bu o'rinliq taklifni rad qildi. Bu deganlarga to'g'ri, dedi u o'ziga tamanno qo'ygan holda. Biroq maydon jangida turshavullikmi muhim. Tunji hujum joyida unumli bo'lsa, qalbdagilarning, iymonddagilarning jasorati urg'uydi. Demakchimanki, turshavulning hujumi misoli mushtur. Tunji mush dal joyiga tegsa, raqib tamtiraydi. Buningdan foydalanib peshvonat qilib bo'ladi. Qalb peshvon demakdir. Mush peshvoga yo'l ochadi. O'l chaqda raqib o'zini o'ngshib olishga ulgurmay qoladi. Shunga yanala kaminlarning turshavul bo'lgani afzal. Muhammad Haydar Mirzaning Abdulqudus bey bilan talashqisi kelmadi. Johillik qilsa, xonyorlik bilan kelgan amirning yuzini qilmagan bo'lib qoladi. Ishqilib jang nusratli bo'lg'ay ilohim. Undaq bo'lsa men himoya tuturay. Muhammad Haydar Mirza shundaq degunicha navkarlarni boshlab orqa safga qarab mangdi. Amir Abdulqudus bey uning orqasidan qarab xirildab kuldi. Shundaq qislar amir, shundaq qislar Sar amir. Eng yaxshisi hech kim mendan to'kib olish istamasidi bo'lmasin. Garchi sizlar Manglaysherning Sar amiri bo'lsinmi? Men xon yorliq tushirib tayinlagan jazo yurish qilg'uchi qo'shinning amir lashkariman.
Can meydanida sılının emas, mening degenim hesap. Sılı degen Mirza Abu Bakrning tog'isi, o'gay otasi. Yani kelib uning onasi Sılning nikohlarida. E'tiborli og'chilari tehi. Yomon yerga kelib qolsa, qarindoshlik mehrini a'lo bilib, ol o'gay o'g'illarning ish chog'irtib qilishlari, yo'l qo'yib qilishlari mumkin. Mushi tarafini degandimi, himmatli turib, yog'i bilan qandoq ilishganimni tomosha qilganlar tuzuk. Amir Abdulqudus bey otliq lashkarlarni oldiga, piyoda lashkarlarni keyniga o'rinlashtirib, tamni uldash shaklida sap tuzdi. Asiyada hujum tashkillashdi bo'lg'ashqa, sapning o'ng so'liga ancha e'tibor qilib ketmadi. Piyodalarni orqaga emas, o'ng so'l tarafga o'rinlashtirsak yaxshi bo'larmikin? Dedi Oltin soqol Mirza. Yov lashkarlar sapli otliq, navoda chekinish to'g'ri kelib qolsa, chekinishni xiyol qilib otamladi-he, dedi Amir Abdulqudus bey Oltin soqol Mirza masxirlik qarab. Yog' bilan jang qilmay turib chekinishni xiyol qilg'ili tursak, qandoq nusrat qozong'ili bo'lsin? Yovdan vahim yeb qolgan bo'lsalar ijozat berib sar amirga hamroh bo'lsalar. Oltin soqol Mirza pokanda qizarg'inicha beshini ko'van soldi. Shu daqiqada o'z sepining oldida turgan Mirza Abu Bakrmi qarshi tarafning jang sepini enchiklik bilan kuzatib o'tdi. Sar Amir Muhammad Haydar Mirza ko'rinmaydi-ku, so'radi. Sarkarda Mirza Sadirdan qushdi. Boyli orqa sapga ketdi, dedi Mirza Abu Bakr gumansirab. Ular nima hil ishlatayotgandi? Yoki Sar Amirning menga ro'bro kelgisi kelmadimikin? Ish qilib uning oldi sapda turmagani yaxshi bo'ldi. Abdulqudus bey shuncha ko'p lashkarning oldi oqsiga yetishib bo'larlarmikin? Mirza Amanqul bey xushamat qo'yliq bilan xiriqat kuldi. Undaq bo'stek yaxshi. Yeli oldida, yeli o'ttirsa jang qila bo'lmasa, oldirgan xotin erga ta'zim qiladi degandek. Mirza Amanqul bey Mirza Abu Bakr huzurlanib kuldi. Yov sepiga qaranglar. Amir Abdulqudus begni ko'p jang ko'rgan, tadbirga mohir sarkarda deb bilib boyim yaptganman. Jang sepi tuzishni bilmaydi ekan emasmi? Otliqlarning so'ngichiga piyodalarni chaplab qo'ygan nadi bor? Navod otliqlar chekinsa piyodalarni dastlab chaylab o'tmamdi. Xiyolat u tamni uldash shaklida sap tuzdim. Jang sepim osonlikcha yemirilib ketmaydi deb o'ylayotgan cheri. Bundaq sap tuzganda otliqlar bilan piyodalarning o'ttirisiga orliq qoldirish kerak edi. Yana texi sapning o'ng so'lini o'chib qo'yibdi. Bu xuddi puti bilan beshiga qilin kiyibilib, badanni yalan qo'ygandek ish emasmi? Buni Abdulqudus bey bilmagandimi, Oltin soqol Mirza bilish kerak edi. Qismi jang sepi tuzishga e'tibor edi u sarkardini. Qudratli xon lashkarlarining oldida otdan tushib darhol gunohlarini tilmay, nimaga qarab turlar Amirzodam? Mirza Abu Bakr gapini to'xtatib, darhol oldiga qaradi. Amir Abdulqudus bey, Oltin soqol Mirza, Mirza Abdulbasit bey qatorliq bir qancha sarkardisini agashtirib, maydonning o'ttirisiga qarab kelyotdi. Uni darhol etini devitdi. Kaynidan Mirza Sadirdan qushchi qatorliq sarkardalari agashdi. Bunda qattiq so'g'uqda shuncha yiroq yerdan kelib, behuda avor bo'plar janob Amir, dedi Mirza Abu Bakr o'zini to'xtatib olib. Yengsar bilan Qashqarni janobi Sar Amirdan o'tkazib olsam bo'ladi. Qarg'anda Sulton Yunusxon oliylari alohida ko'ngil bilib sizni avatgan o'xshaydi. Xo'sh, ol qal'a shaharlarni qo'yusunda o'tkazib beray deydilar. Biroqla o'tkazib beramdilar yoki avval Yengsarni, ondan Qashqarni o'tkazib beramdilar. Menmo ancha insoflardan emas. Biroqla o'tkazib olsam har birlariga bu so'g'uqda panohlangudek joy qolmaydi. Hozircha Yengsarni o'tkazib olay bo'lmasa. Haddilardan oshmislar, dedi Amir Abdulqudus bey terkin. Yengsar bilan Qashqar yorkat bilan xo'tan emas.
Biz Musulunun damlarına düşüdüğün Mirza Yantakbek bilen Xonnazar Qulnazar Mirza emas. Ol ikki shaharni heli bilan elib ziyoda ko'rinib ketgan o'xshamamdilar. Raurus maydon jangi qilib shaharni olgan bo'lsalar qanchalik cho'ng so'zlaydilar. Ilmiy kirishiltish xotun haqning xulqi. Bu ish haqiqiy yigitga yarashmaydi. Amir Abdulqudus Beyning so'zlari Mirza Abobakrning jon jinidan o'tib ketdi. G'azabdan tilida malliqqa gapga kelmay qoldi. Haqiqiy sarkarda maydon jangidan boshqa jangning g'alabasini ko'zga ilmaydi. Bahodirligini maydon jangi orqali ko'z-ko'z qiladi, maqtanadi. O'zini buyuk sarkarlardan sanaydigan Mirza Abobakri shu daqiqada xudik bo'lib qolgan edi. Popto, undaq bo'lsa maydon jangi qilaylik. Kimning yigit ekanligi hozirla ma'lum bo'ldi. Dedi u gadiniga qizargan holda. Ular o'z saplariga qaytishdi. Farmon, dedi Mirza Abobakri sarkarlarga qarab. Har 100 otliq lashkar bir to'p bo'lib, temir mush shakllik jang sepi tuzsin. Har qanday vaqtda bu to'p bir-biridan ajrab ketmasin. Yo'g'i o'ng so'l tarafdan qismoqqa elib hujum qilinglar. Avval komandozlar tayyor bo'lsin. Mirza Abobakrning so'zi tugab bo'lguncha Amir Abdulqudus Bey hujum nag'risini chaldirdi. Otliq piyoda lashkarlar saf bo'yicha hujumga o'tdi. Shu hamon Mirza Abobakr lashkarlari sepidan mingtaldan o'q hujum qilib kelgan lashkarlarning ustiga yomg'irdak yig'ishqa boshladi. Jazo yurishi qilg'uchi xon lashkarlari bu o'qlarni to'sishga ulgurmadi. Asiyodi yov bilan quchoqlashma jang qilishga qolgan Amir Abdulqudus Bey kutmagan bu zarbadan ko'nkirdi. Lashkarlar otlardan xuddi ujmi to'kilgandek to'kilib o'tdi. Sarkar Oltin Soqol Mirzaga yo o'q tegdi. Tavochi Begning ma'lumoti Abdulqudus Begni cho'chitib etdi. Ahvol qandayroq? Otlarning oyoq ostida dasilib ketdi. Tavochi Beg degani jang maydonida farmon xabar yetkazuvchi sarkarda deb izohatdir. Baya Abdulqudus Begning masxarasi Oltin Soqol Mirzaning qattiq g'ururiga tekkan edi. Shunga uning o'zining qo'rqinchoqlardan emasligini ko'rsatib qo'yish uchun jon jahli bilan Yovsepiga etildi. U ehtiyotni unutgan edi. Zarb bilan uchib kelgan g'oyib o'q naq kekirtigiga sanjilganlikdan bu zarbiga bardoshlik beramagan Oltin Soqol Mirza etidan uchib tushgan edi. Mirza Abobakrning hiyilasi haqiqatan to'g'ri ekan. Maydon jangi qilamiz deb qo'yib ot silib chiqmay o'qya bilan hujum qilganini qaramadigan nomard badrak. Bo'lmadi. Chekinish kerak. Farmon, nog'irchilar chekinish nog'ris chalsin. Manglagan otliq lashkarlar otlarning beshini darhol kayniga burdi. Shu hamon otliq lashkarlarning kaynidan top bostirib kelayotgan piyoda lashkarlar orqasiga chekingan otlarning tuyoq ostida dasilib chaylanishga boshladi. Amir Abdulqudusning tomni uldash shaklida tuzgan jang sepi butunlay buzildi. "Hujumga o'tinglar!" dedi Mirza Abobakri yov lashkarlarining chekinganini ko'rib. Mirza Abobakrning har 100 otliq lashkarni bir to'p qilib tuzgan temir mush shaklli jang sepi qarmoqqa parcha-parcha ko'ringani bilan amaliyotda har bir to'p mahkam tugilgan mushqa o'xshash mustahkam ham ajallik edi. Xon lashkarlari bu hujumga faqatli bardoshlik berolmadi. Jang vaziyatini kuzatib turgan Muhammad Haydar Mirza Tursavullarning chekinib jang sepining qalaymaqalashib ketganini ko'rib, yov lashkarlarining shiddatli hujumni to'sayolmaganligiga ko'z yetdi-da, himmatchi qo'shinga chekinish buyrug'i berdi. Oppoq qorliq dala birdamdala qip-qizil qon bilan bo'yaldi. O'ng ta'tir so'naylanib, soyning teshidek yotgan sanoqsiz jasadlar birdamdala muz bo'lib qoldi. Muhammad Haydar Mirza bilan Amir Abdulqudus Bey 3/1 qism lashkarlarining jasadini qorliq dalada qoldirib, qolgan lashkarlari bilan Yengsar qal'asiga orang kirib ulgurdi-da, qal'aning darvozasini mahkam taqib oldi. Qiqas so'ram bilan qo'g'lab kelgan Mirza Abobakrning sarkard lashkarlari sepilning to'yida to'xtashga majbur bo'ldi.
Mirza Abubakri Yangsar qal'asini uda 3 kun qo'rsidi. Bir qancha qaytim hujum qilib baqqan bo'lsa-mu, sepil ustidagi lashkarlarning qattiq qarshiligiga uchradi. Amdi o'xya etish navbati xon lashkarlariga kelgan edi. Har qaytimli hujumda Mirza Abubakri yuzlagan lashkarlardan ayrilib qoldi. Buni az deb havo tutulib, sovuq bosqich kuchayib ketgan edi. Tükürgen tükürük yerga muz bo'lib tushadi. Lashkarlar jondan o'tadigan sovuqqa bardoshlik berolmayotdi. Johillik bilan tirkishivasa, lashkarlarning bir tarafdan yo o'qida, bir tarafdan qattiq sovuqda tamoman qirilib ketadiganligiga ko'z yetgan Mirza Abubakri qamalni bo'shitib, Yorkentga chekinishga majbur bo'ldi. Mag'lubiyatidan qattiq xijolat bo'lgan Amir Abdulqudus bey Muhammad Haydar Mirzaning yuziga qarayolmadi. Taqdirim shundoq o'xshaydi. Oltin soqol Mirzaning gapiga kirsam bo'pti ekan. To'kib talishib, uningmi shuncha ola lashkarning beshiga chiqdi. Yordar bo'lgan lashkarlarmi halam bor. Amon qolgan lashkarlarni boshlab berib nusratlik jang qilishim mumkin emas. Balkim yana jang qilish talabimga sar amirmi qo'shilmasligi mumkin. Bunda holatda Mo'g'ullar yerda turganimning nima foydasi? Dastlabki cho'ng so'zlamasam, jang tadbirini bamaslab tussam bo'pti ekan. Amdixon oliylarining dargohiga bog'dakmi yuzim qolmadi. Tuhba, yuz obro'y, mansab martaba, qayta bosh ko'tarishlarni eg'iz ichish aslo mumkin emas. Mendan azor yegan, ranjigan amir sarkatlar xon oliylariga yomon gapimni qilishga oron turishida qachon. Yaxshisi o'ligini egsi ko'rsatmaydi deydigan gap bor. Eng yaxshisi boshqa taraflarga beshimni ep ketay. Nom otqin mushning bilan bu olamdan g'oyib bo'lsin. U Muhammad Haydar Mirza bilan xo'shlashmay, nega bordiganligini demay, 300 nafar xos navkarini agashtirib, Yangsardan chiqib, Badaxshon yo'liga qarab mangdi. U marhum Abu Said Mirzaning ikkinchi o'g'li Badaxshon amiri Sultan Mahmud Mirzadan panohlik tilashni ko'ngliga pukkan edi. Hurmatli anglovchilar, bugun kitobni mushaygacha o'qib beray. Ko'ngil qo'yib anglaganinglarga rahmat. Xayr, xush, omon bo'lgaysizlar.